Qo'yning quliqini kengaytib ilish usulini o'rgatib qo'y. Pingo telefonidan bojmani tafsil ko'ranglar. Oldindan rasman birini ochdik. Masalan, mana qo'shqanning shipinisi buni to'xtatib, astarapdagi jo'shdan bagindagi va siziqni bosamiz mana. Bundan astarapdagi o'ng tarafdagi belgini bosamiz. Hamda bas ustidagi va o'ng tarafdagi mana belgini basak, malat keladi. Ma'ning astidagi ma'ni mana ta'sir qaranglar. Qo'shqanning quliqi qaranglar. Kengaydi. Mapitga olti, lekin ko'rib qolinglar. Adamning do'lsa qaranglar. Qo'shqanning quliqi qaranglar. Mana so'zg'an shipin deymiz mana. Moshunda qilsak, qo'yniki ta quloqlarini ham kengaytib, legenda qilib og'il bo'ladi. Lekin ashunda shipinda chilinib qoladi. Qo'yning quloqini sozab olgan shipinda bizdek mana turgan odamning do'lisi bor. Bir tarafi egiz, bir tarafi past. Sozgan shipinda ashunda bo'lishib qoladi. Lekin bu saxtapazlik deb qaraymiz buni. Lekin bu biz tabiiy o'latimiz shipinni. Meni shipinlarim nimani ko'rsam bo'ladi? Hammasi tabiiy. Ben bunda bağını olaman. O sozab ilip bağasını tavsiye qilgandan o'zidan saxtapazlikka chiqib deydi buni men deb. Shunday yo'qmi? Aldamchilik chiqib deydi. Men azaldan qo'shqanning quliqini sozab kengaytib sizlarga yolg'on tavsiya qilmayman. Mana Osman Ko'rliniki dan olgan qo'shqanning bo'lsa buni. Bizning mush qarshi o'yinchigan Matiminjonning qotanda Qur'onga yetdi bor. Pulg'amadan tug'ildi boya qildi shunami? Ha. Shunga bugun mishadiki o'yinchigandiki qo'y qiziqqan qonun amelan jo'shab, bugun mush qo'shqanim deb buniki qo'ysamoqchi bo'lgan dehqonlarga mat muvofiq holatda mishada o'rlashtirish qilmas. Shunga Osmonlik asazamni qarshida o'zingiz va uzoqchilik tarixingiz va qo'ycha ilm sitim bo'lsin. Arqanda qo'y munosabat kuchli bo'lsa, aslan tarixingiz uzun. Mayli boshqaniki fikr bo'lsa mayli. Ammo qo'shqanning niyatini ochib bo'satdan demayman. Faqat sizlarga ana shunday qo'shqanning borlig'ini tavsiya qilib qo'yman. Bu niyatni o'sha to'g'an tuqqanlar ko'zini biktab, amandaroq bo'lsin, ma'baroq bo'lsin deb biktaman. Bu azab qolsa sizlar qapmamadash. Yo'q, qapat qash. Jo'tab qolsa azab bo'lsin deb tuvanman. Ma'lumotlar yig'ilishda bu tug'ildi. Buni bir shu qarshi xalqqa shundaqlamış 10-chi kentninki xalqning foydalanishga. Nereden bo'lsa asos. Buni shu mumkin faoliyat qilib satbasa, kentni qo'z egashkicha. Ama şunun bir kent xalqimizda qo'yganlar qilganlar shuni bir foydalanib qilishini chinga umid qilaman. Navada Matiminjon bir shoyat maqab qas bir sepet qarshi bormi yo'qmi? Bor. Qotanna yangidan ravs silvapsizlar. Bir shoyat maqab qasa bir shay qalamsizlarmi? Yo'q. Chaqaq qilmayman. Yo'q, olmayman. Bir shay qilmaysizlar. Mana tarafda, qaranglar tarafda. To'ptashma bidlik bor. Bidlikdan baqirib badash qo'yni. Mayli aqasanlar qo'yanlarmi? Bir shayton yo'qdan qo'yanlar kapasanlarmi? O'sha o'zi qo'yni baqqandek bidida yam qashaqkan bizlar. Bir shay qilmayotgan. Balkim sizlar yig'ilonda bag'ili bamiga yamildan yerda yap qo'yanlar qasimiz tushib mumkin. Bir shay qilmayotgan. Men ko'yni pulsab deb. Anikin bichon chiqsam hesabma ya Kendi qo'z egashkicha. Navada bichon chiqlab qozlashmasa, yana qilib silab saq to'liq mushqochqani bo'lsa keyin egashkicha men ko'yni pulsab deysiz shunami? Sepya. Qachongacha? 9-oy sepli. Qo'chqani bo'lsa qachon chiqdi? Soatda? 8-oy 15. 8-oy 15 mi? Anda bo'lsa qo'chqani bo'lsa ya uchib bo'lish mumkin deb aytman. Bo'lsa ya uchgandan keyin bo'lsa avval qalab Halbuki ya ishga mumkin salaslar ya bir bagal salaslar. Ma'qul. Sinab o'tgandan keyin ashna saptaman. Ammo angacha men ko'rdilan bo'ldi. Qo'chqani o'rnimi shu ekanlar qarshi o'zi 10 ganda bor. Matiminjon qotandi bor. Kelib ko'rsam bo'ladi. Telefon numaram 151 99 33 35 24. Muborak bo'lsin mutqallar. Muborak bo'lsin.